Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda juda ham noodatiy bo'lgan Tesla Model 3 Performance mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2023-yil 24 model hisoblanadi. Probegi 9000 km. Mashinamiz 1 yillik proyekt. Mashinaga naqd $20,000 pul tiqilgan. Hozir sizlar bilan shu toychoni bitta ko'rib chiqamiz. Okalar, mashinamizning interyeriga alohida to'xtalamiz. Sababi juda ham katta bolalarning mehnati ketgan. Xo'p, Custom Pro o'zimizning akamizning jamoasi bu mashinaga juda ham katta mehr berilgan. Ya'ni под zakaz Turkiyadan полностью naturalniy koja va naturalniy alcantara olib kelingan va mashinamiz полностью qoplangan. Ya'ni sidenamiz, o'rta konsolimiz, obshivkalarimiz naturalniy salatoviy koja va fioletoviy оттенкli koja bilan kombinatsiya qilingan. Va perforatsiyalar mavjud. Sababi abagrev sidenlarimiz bor. Hattoki remellarigacha fioletoviy qilingan, juda ham noodatiy qilingan. Mashinamizning talpetkasidan patologgacha naturalniy alcantara, rullarimiz ham naturalniy alcantara. Tesla juda ham skromniy, беспроводной zaryadkalar, o'zini shtatniy monitorda hamma narsani boshqarsanglar bo'ladi. Mashinamizga hattoki pnevma podveska o'rnatilgan. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, oldi yon konsolimizda pnevma podveskani оборудованиялari qo'yilgan va Burmester Mercedes kolonkalaridagi difuzorlar qo'yilgan. Hattoki yon kolonkalari, dinamikalariga podsvetkalargacha qo'yilgan. Hozir sizlar bilan bitta pnevma podveskasini ko'ramiz. Pnevma podveskasini balonlari oldi bagajiga o'rnatilgan. Oldi bagaji elektronniy, ya'ni o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Shu mexanizm o'zi ham 500-600 pul turadi. Lekin pnevmaning narxi naqd $5000. Bitta ko'ramiz. Tesla'ni bilasizlar, juda ham minimalizm. O'zini беспроводной zaryadkasi, bu yerda отдельно Type-C portlar ham qoldirib ketganmiz. Rullarimizda обычный скромный knopkalar, bu yerda o'sha aytib o'tganimizdek kolonkalarni, konsollari qo'yilgan va pnevma podveskani, davleniyalarini ko'rsatib turadigan priborlar qo'yilgan, kolonkalarga podsvetkalar qo'yilgan. Butun mashinamizda hamma yoqda podsvetka, qorong'ida juda ham chiroyli. Pnevmalarni cho'ktirib olsa, mashina xullas bomba. Endi sizlar bilan bitta tashqi ko'rinishini ko'ramiz. Okalar, mashinamizning tashqi ko'rinishini bitta ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham yorqin, yarki svet qilganmiz, ya'ni salatoviy fosfor rang qilganmiz. Okalar, bu mashinamizga O'zbekistonda yagona bo'lgan Forjet Kovni do'q komponentli diskasini qo'yib berganmiz. 20 diametrli ideal holatda. Diskamizning narxi bez balon, diskaning narxini o'zi $5000 turadi. O'zbekistonda yagona. Okalar, mashinamizga полный круговой обвес taqqamiz, ya'ni oldi dugalar, oldi spoilerlar, bokovoylar, yon jabralar, yon obveslar va orqa spoilerlari va orqa obveslarga bitta to'xtalamiz. Okalar, mashinamizning hatto orqa oynasiga ham obves qo'yilgan, yon obves, orqa obvesi ham juda ham chiroyli. Bagajning ustida отдельно karbonoviy nakladkalargacha bor. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsa, narxi $40,000 okalar. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol arzon markaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.